Savol kelibdi, soliq hisobotini tayyorlash qiyinmi? Aslida juda oson. Bor narsani hisoblashning nimasi qiyin bo'lishi mumkin? Savdo bor hisoblaysiz, xarajat bor hisoblaysiz, hujjat bor hisoblaysiz. Oxirida esa soliq kelib chiqadi. Qiyin qachon bo'ladi bilasizmi? Tadbirkor aytadi: "Solig'im juda ko'p chiqib ketibdi, bir amallab kamaytirib bering." Ana endi qiyinchilik boshlanadi. Chunki soliqni sun'iy kamaytirish uchun aslida bo'lmagan xarajatni bor deb ko'rsatishga to'g'ri keladi. Ya'ni yo'q narsani bor qilish kerak. Lekin masala shu bilan tugamaydi. Ertaga soliqchi bu xarajat qayerdan keldi, hujjati qani, tovar qani, xizmat haqiqatdan ko'rsatilganmi deb so'raydi. Endi kecha yo'qdan bor qilgan narsamizni bugun soliqchiga haqiqatdan ham bo'lgan deb isbotlashimiz kerak. Isbotlay olmasakchi, soliq qayta hisoblanishi, pensiya yoki jarima masalasi kelib chiqishi mumkin. Eng qizig'i shundaki, endi buxgalter qayerga qaragan, nega bunday qilgan, nega bizga jarima chiqdi degan savollar ham buxgalterga beriladi. Lekin boshida nima degandik? Solig'im ko'p chiqdi, bir amallab kamaytirib bering. Esingizdami? Shuning uchun bir narsani unutmaslik kerak. Bugun soliqni kamaytirgandek ko'rinishi mumkin, lekin ertaga shu tejalgan summa soliqdan ko'ra kattaroq muammoga aylanishi mumkin.